Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda tishni ichki tarafdagi tosh va qumlarni va sarg'ayganlarini peshevaya soda yordamida qanday tozalash yo'llarini men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Peshevaya soda og'izdagi hidlarni ham yo'qotishga yordam beradi. Uning uchun biz biror idishga ozroq peshevaya sodadan quyib olib, zubnoy shotkamizni namlab olib, chayni sodaga tegizib tishingizni ichki ustki tarafini yaxshilab shotkalab peshevaya soda yordamida tozalashingiz kerak bo'ladi. Ichki taraflarini, qumlarini, toshlarini, sarg'ayganlarini ketkizib, tishingizni tozalashda va tishingizdagi mikroblarni ham o'ldiradi. Og'izni badbo'y hidlarini ketkizishga yordam beradi. Bu muolajani bir haftada bir marta qilishingizni tavsiya etaman. Bu muolajani o'zim qo'llab ko'rganman. Juda ham foydali. Tishingizni oqartirishda, sarg'ayganlarni ketkizishda tez va oson yordam beradi. Bu muolajani sizlarga ham qo'llab ko'rishni tavsiya etaman. Juda ham foydali. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Rahmat.